Bugungi qalb safarimizda biz birlikda o'tmishga nazar selib, hayotimizni xo'rtilgan barliq narsalarni tashlab, umid va baxt ichida yangi safarga atmaylik. O'zingizga tava tinch, daxlik uchirmaydigan joydan birini tepib, eng rohat badan holatida o'ltirib, asta-asta ko'zingizni yuming. Diqqatingizni qalbingizning tuyg'ulariga va nafas jarayoniga qaytarib keling. Azroq vaqt chiqarib, badaningizni asta-asta turaqlashtirib va bo'shashtirib, cho'nqur nafas sumirib, o'zingizga baxt tilang. Asta-asta nafas chiqarib, o'zingizga ishonch bering. Mush ritm bo'yicha yana bir necha guruhga cho'nqur nafas oling. Shuning bilan bir vaqtda badaningizdagi jiddiylashgan o'rinlarni erkin qo'yib berib, jismoniy va ruhiy jihatdan butunlay erkin va tinch holatga keling. Hozir siz bir oq nurni tasavvur qiling. Bu oq nur muhabbat va omadni ilib sizga asta-asta yiqilishyotdi. U asta-asta cho'qingizda chiroyli oq rangli nur halqasini shakllantirdi. Bu nur halqasi barxan sir cho'ng'iyotdi. Siz uning cho'ng'iyib, badaningizdan eshib ketganligini his qilyapsiz. U nur halqasi asta-asta sizni o'rib oldi. Sizning badaningiz hozir oq rangli nur halqasining ichida intayin iliq, intayin yengil, intayin rohat tuyg'uni his qilyapti. Bu nur halqasiga g'oyat zo'r muhabbat, mehr shafqat, baxt va omad yoshiringan. Siz o'zingizning bu muhabbat, baxt, omad tuyg'ularidan cho'nqur oziqlanayotganligini his qiling. Oq rangli nur halqasi asta-asta siz bilan birga bo'lib ketdi. Qalbingiz intayin tinch. Bu nur halqasi sizni elib, asta-asta yuqori o'rlashga boshladi. Siz intayin bexatar. Butungiz asta-asta yer yuzidan ayrilib, barxan siri yer yuzidan yiroqlashyapti. Sizlar izchil yuqori o'rlab, qorong'u kechani go'zal yulduzli osmonni kesib o'tdinglar. Siz bepoyon olamning atrofingizda ekanligini, yeningizda yana nurg'un plantlarning borligini, ularning siz bilan bo'lgan orliqini ko'ra olasiz. Siz bu ishlarga jim-jit qarab turibsiz. Bu bepoyon olamda siz g'oyat zo'r muhabbat va g'amxo'rlikning energiyasini his qilasiz. Qalbingiz asta-asta echilib, o'tmishingizda sizni tushab qo'ygan, zulm qilgan, azoblagan barliq odam, barliq ishlardan asta-asta qutulyapsiz. Mayli siz pushaymon qilgan, yarlangan, xijillik his qilgan, nomus qilgan, g'azablangan o'tmishlik o'zingiz badaningizdan asta-asta ayrilyapti. Siz hozir ashu nachar koni nusxadagi hayotga kechirmishingizni qo'yib etdingiz. Ular asta-asta tarqalib, bepoyon olamda asta-asta g'oyib bo'ldi. Badaningizning tasvirligisiz darajada yeniklab qolganligini his qilyapsiz. Qalbingizda yangi umid va jasorat yalqinchayotdi. Yangi bir yilda yangi nusxadagi o'zingiz qaytadan yo'lga chiqadigan bo'ldingiz. Oq rangli nur halqasi sizni davomli yuqoriga o'rlatyapti. Hozir sizlarning atrofingizda oltin rangli nur chaqnab turibdi. Siz nihoyat iliq, nihoyat yaqin, nihoyat inoq, nihoyat xotirjamlik his qilyapsiz. Siz jimjit holda muhabbatning oltin rangli nuriga cho'milib,
to'lib toshgan muhabbat va go'zal tilaklarni qabul qilyapsiz. Siz o'zingizga ostagina munolarni ayting. Suyimlik o'zim, men intayin xo'sham. Men bir suyulguchi. Men o'zim dishimman. Men intayin ta'laylik. Hayotdagi hamma narsa minnatdor bo'lishga arziydi. Men ilgirki barliq kechirmishlarimga rahmat aytaman. Batur, qaysar, umidvor o'zimga rahmat aytaman. Men hozir butunlay yangi birman. Men hayotning menga bo'lgan muhabbati va go'zal tiligini elib, baturlik bilan olg'a ilgirlab, har vaqt hozirda yashab, o'zim erishmoqchi bo'lgan kelgusini yarataman. Endi siz asta-asta tasavvuringizdan reallikqa qaytib keling. Qo'l va put barmoqlaringizni asta-asta meterlatib, ko'zingizni asta oching. Siz hozir butunlay yangilangan holatda reallikqa qaytib keldingiz.